Homiladorlik va tug'ish nafaqasini tayinlash tartibi belgilandi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan yaxshi insonlardan kanalimizga obuna bo'lishni va video ostiga like tugmasini bosib qo'yishlarini so'raymiz. O'zbekistonda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik hamda homiladorlik va tug'ruq nafaqalarini tayinlash tartibi belgilandi. Bu haqda joriy yilning 17-dekabr kuni hukumat qarori bilan Davlat ijtimoiy sug'urta doirasida vaqtincha mehnatga layoqatsizlik hamda homiladorlik va tug'ruq nafaqalarini tayinlash hamda to'lash tartibi to'g'risidagi nizomda tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, sug'urta hodisalari yuzaga kelganda sug'urtalangan shaxslarga quyidagi to'lovlar to'lanadi. 2026-yilning 1-yanvaridan homiladorlik va tug'ish nafaqasi, 2026-yilning 1-iyunidan vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi. Sug'urtalangan shaxslarga sug'urta hodisasi yuzaga kelganda to'lovlar quyidagi shartlarga asosan tayinlanadi. Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlarni olish huquqi quyidagi davrlardan birida yuzaga kelganda: sug'urtalangan shaxslar ish beruvchi bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan davrda, yuridik yoki jismoniy shaxslar bilan tuzilgan fuqarolik huquqiy xususiyatga ega shartnomalar asosida xizmat ko'rsatilayotgan davrda, qonunchilikda belgilangan tartibda boshqa rasmiy faoliyat bilan band bo'lgan davrda, homiladorlik va tug'ish nafaqasini olish uchun kamida 10 oy vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasini olish uchun kamida 6 oy sug'urta staji mavjud bo'lsa, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi bo'yicha to'lovlar mehnatga layoqatsizlik varaqasida ko'rsatilgan barcha davrlar uchun, biroq bir kalendar yili davomida 182 kalendar kunidan oshmagan qismi uchun amalga oshiriladi. Homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqa miqdorini hisoblashda sug'urtalangan shaxslarning sug'urta stajiga mutanosib ravishda o'rtacha oylik ish haqiga quyidagi staj koeffitsiyenti qo'llaniladi. 10 oydan 24 oygacha sug'urta stajiga ega bo'lganlarga 75%, 25 oydan 60 oygacha sug'urta stajiga ega bo'lganda 85%, 61 va undan ortiq oy sug'urta stajiga ega bo'lganda 100% sug'urtalangan shaxslarga tayinlangan davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlarni to'lash moliyaviy agentlik tomonidan amalga oshiriladi.